Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodar azizlar. Negativchilar tayyor bo'ling, qalamlaringizni tayyorlang. Mana endi mana ustimdan anchagina nima odarsani kerak. Nimagaki? Men butunlay boshqa mavzuda aytmoqchiman. Elektromobillar sog'liqqa ziyoni bormi yoki yo'qmi? Shu ma'noda men aytyapman. Yana bir muammo. Elektromobillarning bizni o'zimizni O'zbekistonga suvdek oqib kirishi haqiqatda bizni mana zamonaviy yangiliklarga intilishimiz shu bilan bir qatorda doimo mana shu davlatimiz yaratib berayotgan ba'zi bir nimalarni yengilliklarni ham to'g'ri noto'g'ri tushunayotganlar ham bor ekan birodar azizlar. Leap Motors to'g'risida men gapirmoqchiman. Leap Motorsning nima uchun taqiqlandi? Bu bilan aytmoqchimanki, Leap Motorsning shu qadar haligi ba'zi bir joylari nomukammal qo'l ichida qilingan desa ham bo'laveradimi yoki boshqami? Mana tepasidagi akkumulyatorning tevasidagi zashitalar yo'q hisobi. Leap Motorsda. Mana boshqa avtomobillarda Tesla, mana bu Tesla mashinasiniki bu, mana Teslaniki. Tesla'ning mashinasining akkumulyator tepasida zashita bor. E'tibor bering. Akkumulyator o'zidan nur chiqaradi. Litiy, jelezofosfatmi farqi yo'q. Nima bo'lgandan o'zidan nima chiqadi? Shu zashitalari pashti yo'q hisobi. Bir Leap Motorsni mingan ba'zi bir birodarlarimiz shikoyat qilib aytdilarki, "Men shu sotdimi, boshi og'rig'idan qutuldim, nimadanligini bilmay qoldim" deganlarda men kuldim. Shu bittagina telefonning qay darajada inson uchun ziyonligi chiqarayotgan nurning olimlar juda ko'p aytgan. Naushnikni qancha darajada inson uchun qay daraja ziyonliligini bu albatta fan, ilm, doktorlar buni tasdiqlashdi. Quloqqa taqilgan naushniklarni men aytyapman. Birodar azizlar, yana bir narsani aytyapmanki, aytmoqchimanki, juda ko'p joylarda mana e'tibor berasiz, 380 volt o'tgan liniya taglarida, hatto katta liniyalar tagida u ekilgan ekinlar ham o'sha butunlay boshqa holatda o'sadi. Tagidan qochishga harakat qiladi. E'tibor berganlar albatta biladi buni. Ekilgan daraxtlar shu tagidan qochadi, nimadan? Tokdan qochadi. Bu nabotot olami bu. Bu nihoyatda siz bilan bizga qaraganda sezgirroq ular. Qarang-a. Demak, birodar azizlar, bu nabotot olami ki aqllilik bilan nurdan qochar ekan, juda katta nur tarqatadi bu. Bilganlar biladi, bilmaganlar yo'q. Katta liniyaning ostiga yurayotganda aqabaqa yana qayta bor aytaman. E'tibor bering deya. Bular shu zashitalarning yo'qligi, bu bizni O'zbekiston sharoitiga umuman to'g'ri kelmasligini, yana qayta ishlash to'g'risida nimalarni aytib o'tar ekanmiz. G'oz standartda ham ishlayotganlar juda nimalar emas, ular ham o'ziga yarasha ahli bor albatta. O'ziga yarasha olim, o'sha nimalarni, yetuk nimalarni xalq uchun qayg'uradiganlar kishilarni qo'yishadi. Endi bu bilib bilmay olib kelib qolganlar esa hozir avtomobillarni bilib bilmay noto'g'ri olib kelib qo'ygan nimalarimiz ham yo'q emas albatta. Buni orasida bilganlar ham bor, negativlar bo'ladi. Hozir yomg'irda yog'ilishini men aniq bilaman. Elektromobil biz uchun albatta mukammal ishlanganlari, sog'liq uchun ziyon bo'lmaydiganlari albatta kerak. Bu ekologiya uchun, yonilg'i nimalari uchun albatta kerak. Ammo mukammal va tartibli mamlakat, shahar bedarvoza bo'lmasligining aniq isboti bo'ldi, dalili bo'ldi. Bizga o'sha Leap Motorsning kirishi taqiqlandi. Bular endi yana qayta bizning bozorga kirishdi yoki mukammalroq qayta ishlashadi avtomobillarni yoki umuman O'zbekiston bozoriga kirmasligi aniq bo'ldi. Birodar azizlar, shu bilan birgalikda sanga nima demasligimizga yana bir dalil isboti bilan aytmoqchimanki, mana misol uchun bir qiziq bir gaplar bo'ladi, mana nimada o'ylab ko'radigan kishilar albatta buni aqli yetadi. Mana shu banan yemoqchi bo'lganlar albatta u GMO boshqa bir nimalar bilan sun'iy ravishda tayyorlangan, haddan tashqari o'ziga ko'p keraksiz moddalarni shimuvchi nimalarni bo'lgancha banan ko'pligi ziyonligi, GMOsiz ishlanganlari bor, GMO bilan ishlanganlari bor. Bular ziyonlari ham bor. Ziyon yetkazadi inson uchun tanasiga. Endi
bu inson o'zini tanasi uchun ishlab chiqaradigan bananlarni yemasligi albatta xohlovchilar tanlab yeydi, bilmaganlar tanlamay yeydi. Shu bilan bir qatorda avokado nohotda tenjon sog'lig'i bilan bir qatorda u tenjon sog'lig'iga juda zarur bu. Ammo u avokadoning ziyonli tomonlarini ham o'ylab aytish kerak. Demagaki ularni ekaman deb juda kattadan katta ekologiyaga haddan tashqari katta ziyon zahmatlar yetkazayotganligi bu ham bor. Endi qornimizni, sog'lig'imizni o'ylar ekanmiz, ekologiyaga ziyon yetkazar ekanmiz. Shu bilan bir qatorda elektromobillar ham xuddi shu holatda bo'lib qolishi mumkin. Bu global muammo. Bu muz misol uchun Shimoliy muz okeanlarda bo'ladi. Icebergning qurilmas tomonlari ham muzning katta qurilmas tomoni, ko'proq tomoni suv ostida bo'lar ekan. Kichkinagina uchtepada chiqib turar ekan. Demak, shu bilan bir qatorda, demak, inson sog'lig'iga ziyon bo'ladigan ba'zi bir narsalarning mamlakatimizda taqiqlanishi bu yaxshilik alomati albatta. Yaxshilik. Menga nima bora deb aytsak yoki bo'lmasa siz aytsangiz, menga nima deb. Bu bilan mamlakatimiz kuchot bo'lib qoladi. Shu haqda fikr va mulohazalaringizni albatta aytasiz, fikr va mulohazalaringizni albatta bildirasiz degan umiddaman. Birodar azizlar, qiziq bir holatda bir kishi aytdiki, hech ishim bundan kelmaydi, hech ishim yurishmaydi deganda Allohumma degan ekan. Allohumma hammaga bo'lsin degan ekan. Shuningdek biz ham hammaga bo'lsin yaxshilik deb tugatar ekanman. Fikr va mulohazalaringizni aytasiz. Lip Motorsning ustida haddan tashqari chiroyliligi, dizaynlariga e'tibor berilganligi bilan ma'lum va mashhur bo'ldi. Tez orada bozorga ular yomg'irda yog'ilishi boshladi. Uning ichki tomonlarini qayta anglab yetganimizda esa ularning umuman O'zbekistonimizga unchalik zarur emasligi, ularning yana qayta ko'p ustida ishlov berish kerakligi to'g'risida anglab yetganimiz sababli kirmay qoldi. Bu albatta mutasaddilarning katta bir shijoati bo'ldimi yoki bo'lmasa bir jonko'yarligi bo'ldi deb hisoblayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Fikr va mulohazalaringizni albatta eshitamiz. Sog' bo'linglar. Birodar azizlar, yana bir nima qolib ketibdi aytish. Hozir kirib kelayotgan ko'pgina elektromobillarning, ya'ni Xitoydan kelayotgan elektromobillarning eng katta muammosi Xitoy, nafaqat bizning O'zbekistonda, boshqa mamlakatlarda ham global muammo bo'lib turibdi. Nimagaki boshqa Xitoylarda hozir Xitoyda va boshqa katta davlatlarda u tog' bo'lib o'yilib yotgan elektromobillarning bu ko'rsatilishi, bu bo'lishligi bu sir ham emas, bu aniq bor gap. Skuterlarning va elektromobillarning o'zini o'sha akkumulyatorlarni ta'mirlashdan ko'ra ko'proq ularga ta'mirlashdan ko'ra yangi sotib olganlari ma'qul bo'lyapti. Sababi ularni utilizatsiya qilishning hech qanaqa imkoni yo'q va qayta ta'mirlashning, eritib nima qilishning ham imkoni yo'qligi hamma biladi. Bu bilan birgalikda demak bizlarga ham ma'lum. Yaxshi tomonlari albatta ekologiya, boshqa tomonlar yaxshi yuradi, ammo ularning elektromobillarning akkumulyatorlari haddan tashqari ko'payib ketishi bizning O'zbekiston, faqat O'zbekiston va dunyo miqyosida ham buni tan olishyapti. Bu bor gap. Yana bir qayta kecha axborotda bir qiziq nimani o'qib qoldim. Xitoy mamlakati ham o'zining ichki avtomobil sozligida elektromobillarning negadir to'xtatmoqchi. Uning o'rniga esa mana nimalarni ishlab chiqarmoqchi ekan. Gibrid motorlarni ishlab chiqarmoqchi ekan. Yaponiya va boshqa mamlakatlar ham hozir vodorod va boshqa yonilg'ilar bilan ishlashga o'tishmoqchi. Rotorli dvigatellarni qayta yana ishga tushirishmoqchi. SSR payti 76-yillarida o'sha bizda ham rotorli elektromobillarning vodorod bilan ishlaydigan avtomobillarni ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan edi. Negadir rivojlanmadi. Shu ayniqsa rotorli dvigatellar juda ham qulay va yaxshi. Yoki uni o'sha vodorodni jilolay ola bilishmadi yoki rotorli avtomobillarni, motorlarni ham. Demak, elektromobillar hali o'zini to'la oqlaydi degan joyda ham yo'q.
birodarlarimizdan. Negadir ana shu mana statistik ma'lumotlarni ommaviy axborot vositalari, dunyo vositalarida xabar berishyapti. Xitoy elektromobillarni o'zi uchun ishlab chiqarishni to'xtatmoqchi. O'rniga esa yana qayta aytaman, gibrid motorlarni ishlab chiqarishmoqchi ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yozinglar, fikrlaringizni, mulohazalaringizni bildiringlar. Faqat Aziz Nesin aytadi-yu, turk harbiy yozuvchisi. Ajoyib so'zlari bor. Yozing, yozavering, ammo haqiqatni yozing. Iltimos, bir-birimizni haqorat, shunga o'xshab bir yomon so'zlarni emas, albatta yaxshi so'zlarni yozasiz degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, fikr va mulohazalaringizni albatta kutib qolaman.